Qosim o'rtasini nakovat qilib aldayaptimi, ili udarni ko'p qilyapti. Поддержка qilinglar bir-biringlarni. Himoyani ehtiyot qilaylik Maksiman. Sahrali! Zo'r! Zo'r, ketdik ataka! Bas! Uzun zarba yo'lladi. Zarba va gol. Diqqat. Zarba! Gol! Zarba va gol. Zarba va bu yerda darvozabonga imkoniyat qoldirilmadi. Hammaga assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Aloqada United MFL YouTube kanali bemalol kirib obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ladi. Bugun biz turnirimizdagi birinchi o'yinlardan eng asosiy o'yinlardan bittasini sizlar bilan obzor qilamiz va ikkita jamoani rahbarlari Abror aka Muxtoraliyev, Dilshodbek Kattabekov, Abr jamoasi va Efrider jamoasini asoschilari. O'yin masalasi bugun ko'tariladi albatta. Abror aka, o'zi umuman media futbol degan so'z eshitganingizga birinchi xayolingizga nimalar kelgan? Birinchi hayolimga media futbol deganda yana bir imkoniyat, yana bir bizni, ya'ni yoshlarimizni ichida yoki shu futbolga qiziqqanlarning ichida o'zini karyerasini deylik, davom ettirishlikka sharoit bo'lishi mumkin. Endi qiziq narsani aytayin, men o'zimni yoshligimdan orzu qilgan narsalarim ko'p endi. Bittasi shu katta bir stadion bo'lsa, shu yerda o'ynasam, aylanib o'rganib media futbol shu sharoitni ya'ni bizga taqdim qilyapti. Ajoyib media futbol bu butun dunyoni birlashtirishi mumkin bo'lgan va hatto oddiy futboldan ham qiziq bo'lishi mumkin bo'lgan jarayon ko'zim oldiga kelgan va o'ylagandan undan ham yana hayajonliroq. Avvalambor assalomu alaykum. Media futbol bu yaxshi narsa. O'zbekistonda aynan rivojlanayotgani bu yaxshi ko'rsatkich, chunki chekka qishloqlarda, viloyatlarda o'zini nima deydi, haligi haqiqiy professional futbol ligasiga qabul qilinmagan, lekin haqiqatan futbol uchun o'tloq yerlarda ham, toshloq yerlarda ham kerak bo'lsa bemalol futbol uchun jonini beradigan havaskor yoshlar bor. Aynan mana shu yoshlarga o'zini yana ham bir ko'rsatish imkoniyatini beradigan bir ko'prik vazifasini bajarib beradi deb o'ylayman. O'zi futbol butun ya'ni insoniyat sport turi, uni har qanaqasiga ham ikki tomon raqib bo'lganligi uchun, adrenalin taqdim qiladigan vaziyatlar bo'lganligi uchun ikkalasi ham qiziq, o'ziga xos, o'ziga yarasha. Endi media futbolni qiziqroq qilish imkoniyatlari bor. Ya'ni media futbol tashkil qilayotgan jamoa xohlagan yangi qoidalarni kiritishi mumkin, xohlagan qiziq bir shoularni qilishi mumkin. Bu ma'noda media futbolda imkoniyat kattaroq. Biz mehmon. Bu yangi направление, da. O'shaning uchun masaladan iltimos qilib qolardimki, u yerda ham futbolni bo'ldi. Bu yerda ham ko'p bolalarni biz taniymiz, familiyani ko'rganman, yana bir marta aytaman, mamnunman. O'shaning uchun iltimos, дисциплина, футбольная этика, эстетиканы bilasizlar. O'shaning uchun Azik в эти моменты я хотел бы, чтобы кто находился на поле, максимально своих ребят успокаивал. Хорошо, потому что Chiroyli o'yin qilaylik, natija uchun o'yin qilaylik. Shaxsiy adovatga ketib, ayntda gap sotib, bir narsa qilib, bir-birlarini qilmasa, bir kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun. O'yin baribir azart, kimdir oyoqqa tashab qoladi, boshqa bo'ladi. Tortishish umuman kerak emas. Birinchi o'ringa odob axloq qo'yamiz. Ma'qulmi? Xarakteri o'yinni ko'rsatinglar, natija qilinglar, bo'ldi. O'zi odatda kirishdan, o'yinni boshlashdan oldin ham biz haligi nazariy fikrlarni o'rtaga tashlaymiz. Sport madaniyati degan narsa bor, sportsmen axloqi degan narsa bor. Shunga amal qilish kerak deymiz. Mabodo endi baribir bu shunaqangi bir tortishuvli jangga o'xshagan bir holat bo'lgani uchun qiziqib
qizishib ketishlar bo'ladi, bir-biriga nisbatan sport tavchoklarini berish bo'ladi, lekin har doim xato qilgan bo'lsang, uzr so'rab qo'y, qarshi taraf xato qilgan bo'lsa, ya'ni tortishib ketma degan nazariyani beramiz, lekin o'yinni ichida baribir boshqarish qiyin bo'ladi. Albatta, eshitmaydi. Eshitmaydi, chunki qon qaynab turibdi. Shunaqa vaziyatlarda biz endi tayinlaymiz yoki yana bitta imkoniyat media futbolda, ya'ni zaminalar, o'rindoshlik cheklanmagan, shunaqangi sal qizib turgan odam bo'lsa, uni zaminga olib, o'rniga boshqa tushirib, xullas harakat qilyapmiz qo'ldan kelgancha. Sizda-chi, sizni eshitishadimi o'zi? Albatta, chunki biz ham o'sha maydonga chiqib berishdan oldin aytildiki, shu yoqqacha yetib kelganinglarning o'zi katta gap. Sirdaryo viloyatidan bitta sizlar tanladinglar, bolalar, sizlarda zo'r imkoniyatinglar bor. U haligi to'g'ri endi o'yin bo'ladi, azartni bo'ladi, har xil vaziyat bo'ladi, konflikt kelib chiqadi. O'sha bilan qolib ketmaylar, vaqt o'tib ketib qoladi bekor. Vaqt bizga minusga ishlamasin. Yiqitib qo'ydingmi yoki yiqitib qo'yishdimi, o'tani shaxsiy adovatga ketmaylar. Bu futbol, to'g'ri. Hurmat qilinglar dedim, avvalo o'zaro hurmat, keyin esa raqobat. Shu yo'lda ilgari suringlar. Bo'ldi. Bizga natija muhim. O'taliga qolib ketib, mani u qildi, bu qildi. U futbolda, luboy futbolda bo'lib turadi azartda. Bolalarga shu narsani trener ham men ham qattiq tayinladim. Endi baribir to'g'ri, maydonga siz tushmaysiz, o'tda maydonga o'sha futbolchilar tushadi. Maydonda har qanday vaziyat bo'lishi mumkin. Yo yaxshi, ikkala jamoa ham harakat qildi, haligi juda haligi poshli darajada yoki bo'lmasam haligi qo'pol darajada unaqa bir-biriga munosabat bildirgani yo'q. Birinchi turda, birinchi o'yinda menimcha unaqa nima deydi, yaqqol bir ko'zga tashlanadigan bir negativ dvijeniyalarni ko'rmadim. Ikkala komanda ham o'sha odob axloqqa yarasha, nomga yarasha, statusga yarasha harakat qilsin. Zonasini, o'rtasini nakirvat qilinglar, o'rtasini. Aldayaptimi, ili udarni ko'p qilyapti. O'shanga qarab tayyorlaning. Himoyani ehtiyot qilaylik maksimalni. Imkonimiz yo'qmi? Shunchaga chiqadaylik. Qachon qizil kopto? 2 minut. Maksimalni ehtiyot bo'laylik himoya. Stop tekin gol tutmaylik. Podдержка qilinglar bir-biringlarni. Tushundinglarmi? Ozgina mas'uliyat o'ynaylik, xudo o'zini yutamiz, yorug'iz bo'lsa davraga qaytamiz. Boyaginda bosh 4-5 minut orqaroqda boshlaymiz, o'sha ko'p narsa hal bo'lib qoladi. Da desam orqaroq o'tira olmaylar, chiqaringlar. Esinglardan chiqmasin. Bu shunchaki chempionat boshlanishi. Yamandagi omad. Butun insoniyat hozir media platformasida. Hammani qo'lida mediani kuzatish, mediaga qiziqish imkoniyati bor va birinchi o'yinda e'tibor bersangiz, Ramazon, ro'za kunlari, lekin tomoshabinlar deyarli bir tomonni to'ldirdi. Fan klublar baqir-chaqir. Bizning o'yinimizda odam ko'p keldi, yomg'ir bo'lishiga qaramay. Demak, bu ya'ni media platformasida faoliyat yuritayotgan O'zbekistondagi ko'p blogerlar bormi, shunaqa taniqli shaxsiyatlar bunga hissa qo'shish kerak. Chunki albatta kelajagi bor. Hali Yevropa chempionatidan tashqari, jahon chempionatidan tashqari mediani o'zini jahon chempionatlarini o'tkazishimiz kerak. Balki buni O'zbekistonda o'tkazarmiz birinchisi. Balkim albatta. Men o'zim mana 2019-yildan beri Sirdaryo viloyati Boyot tumanida o'sha Kattabekov turnirini o'tkazaman. Kattabek o'sha yerda mahallada, o'sha qishloqda yil bo'yicha komanda chiqib kelishadi. U bolalar ham so'cha zo'r o'ynaydigan ham bor. Sirdaryo termasiga ham jalb qilinganlar bor, lekin ular poytaxtga kela olmaydi, chunki kimdir imkoniyati bor, kimdir imkoniyati yo'q, sharoiti yo'q. 2 yil o'zimni turnirimni o'tkazdim. 2019 hamda 2021-yil. Udan ko'chma kubok bo'ladi, har yil 2 yilda bir bo'ladigan bo'lib, keyin 23da baxtga qarshi Bo'ydoqli bilan xayrlashadigan bo'lib qoldim. To'yim hal bo'lgandan keyin turnir biroz chetga surildi. Tanaffus bo'lib turibdi. Lekin shu ajab emas, 5 yildan keyin
Abror Muxtor Alini o'zini media turniri bo'lishi ham mumkin. Kattabekov turnirini ham qilishimiz mumkin media yo'nalishi bo'yicha o'sha poytaxtda juda ham bir keng ko'lamli. Ikki jamoa vakillari mana sekin-asta maydonga chiqib kelishmoqda. Tumoli, Efriver va Abir jamoalari. Ikki jamoa asoschilari Efriverda Dilshodbek Kattabekov jamoa asoschisi bo'lsa, Abir jamoasida Abror Abduazimov. O'yin dinamikasi bo'yicha birinchi taymda albatta adaptatsiya bo'ldi, ya'ni shu maydonga ko'nikish, o'yinchilar bir-biriga ko'nikishi va orada baribir kelishmovchiliklar bo'ldi. Birinchi taym to'g'ri yaxshi bo'ldi, ikkala komanda ham harakat qildi, xuddi bir tanishuv bo'ldi bu. Birinchi taym ikkala jamoa uchun tanishuv bo'ldi. Lekin to'g'ri Abror akani jamoasida professional futbol ligidan xayrlashgan o'yinchilar ko'p ekan. Buni so'rab surishtirib bildik. Faqat bizga ikkala komandaga ham bitta noqulaylik bo'ldi, bu formalar bir xil bo'lib qolgani. Chunki turnirdan oldin hamma jamoaning formalari tasdiqlanib bo'lgan. Har bitta jamoada bir emas, ikkitadan formasi bor. Demak, bizda yashil bo'lsa, demak o'sha yashilga nomutanosib bo'lgan rang tanlash kerak raqib komanda. Demak, biz yashilni tushunamiz, ammo bularda bitta qora bor edi. Bular qorada tushish kerak edi. Ikkinchi formasi ham to'g'ri ko'k nisbatan yashilga yaqinroq ekan. Bular qorada tushish kerak edi. Bilmadik nimagadir raqib jamoa birinchi taymda haligi o'sha yashilga yaqinroq formada tushgani uchun ikkala komanda ham juda ham qiynaldi. Bu narsani biz e'tiroz qildik, e'tiroz bildirdik. Lekin ko'proq biz ya'ni qarshi taraf ham shunaqa-ku, ularning ham ko'zi aldanyapti. Bizda shortiklari qora, sizlarniki oq. Qolgan hamma forma deyarli bir xil bo'lib qolgan. Ana shu ham qaysidir sudyalarni, hakamlarni biroz e'tiborli bo'lishligi kerak, chunki o'yin boshlashdan oldin kirib bizni formalarni tekshirib ketdi. Demak deb ketdi. O'shanda yo'q, siz boshqa forma qiling deyishga haqqi bor. Keyin bilsangiz, ikkinchi taymga o'tib o'tmasdan biz almashtirib oldik. Chunki o'yinchilarni o'zi ham maydonda harakat qilayotgan o'yinchilar ham aytishdi-da, adashib ketyapmiz. To'p oshirishda hattoki adashib bo'lyapti. Darvozabonlar даже o'zi aytayapti-da, bilmay qo'yamiz, bir xil pashti deyarli deyapti-da. Yoki o'sha paytda to'xtatib turib, o'yinni vaqtincha to'xtatib turib, forma kelishini kutish kerak edi-da. Endi birinchi taymda o'sha bir xil formali harakat qilishdi. O'shaning uchun ham birinchi taymda hisob ochilmadi bilgan bo'lsangiz. Chunki juda haligi qiyin bo'ldi vaziyat. Formalar rangi deyarli bir-biriga bir xil o'xshash edi. Давай, Болар, давай! Бери! Oltinchi daqiqa o'tib boryapti o'yinda 0-0 hisobi. Eng kuchli jamoalar bahs. Nimaga Abror aka o'yinda asosiy tarkibda tushmadingiz? Chunki bu birinchi o'yin, hayajonli daqiqalar, undan tashqari media futbol O'zbekistonda birinchi, yana birinchi guruhdamiz. Birinchi o'yin yana A1. A1. Hamma yo bir bo'lib ketganiga men endi birinchi tushmay turayin, shuncha birinchi yetadi dedim. O'zi odatda men komanda bilan kelishib olganman, ikkita gol oldinga o'tsak, men o'ynayman. Ikkita gol oldinda bo'lmasak, sizlar o'ynab turasizlar degan bir ya'ni qat'iy bo'lmasa-da shunaqa bir anaqamiz bor, kelishuvimiz bor. Balki boshida ham tushishi mumkindir. Biz endi mashg'ulotlarda doim qatnashib turibmiz. Endi bilasiz, yoshim 50, og'irligim 95 hozir. 100 edi, hozir 5 orqaga qaytdim. Kinodalar enim 52, oyog'im 130 edi, mana hozir 95 tushib oldi. Sizni ham kuzatib turaman. Yaxshi, bu sport o'zi yoshligimizdan bizda sportga anaqamiz bor. Futbolni rosa yaxshi ko'rardim. Bizda gandbol, futbol, bizning komandamiz futbol o'ynardik.
Biz o'zimizni Karkidon degan qishlog'imiz mana bu yil ham o'zini regionda birinchi o'rinni oldi. Bizning qishloq o'zi sport ichida katta bo'lgan. Mana hozir media futbolda o'sha hayajon bo'ldi. Birinchisida tushmaganimiz sabablardan bittasi shu. Olish jarayoni balkim shuning uchundir. Qo'lni ishlatdi. Bu yerda Mirsaidov. Yaxshi pas. O'ng qanotdan urinishni ko'rishimiz mumkin. Demak, Efriver jamoasi birinchi bo'limda yaxshi o'yin ko'rsatdi, lekin hujumlarni olib qaraydigan bo'lsak, mukammal yakunlanmadi. Bu nimadan? Siz aybdormisiz yoki jamoadagi bolalar aybdormi? Nimaga yaxshi, chiroyli yakunlanmadi? Endi bu futbol. Omad kimga borsa, o'sha yutadi. To'g'ri, bizda bolalarda ham kamchilik bo'ldi. Yana bitta kamchilik bizda ko'p bolalar haligi turnir boshlanishdan oldin tarkib ham ko'p almashtirdi. Haligi PFL ga yubordik, professional futbolchi bormi, yo'qmi, dokumentatsiya degan narsalar bor. Bizga o'sha haqiqatan aytgan paytimizda labbay deb keladigan, vaqt topadigan bolalarni yig'ish ozgina biroz mushkul bo'ldi, chunki u yerda Sirdaryo viloyatining bitta tumandan yig'ilmagan, u yerda bolalar. Hamma tumandan yig'ilgan bolalar, havaskor bolalar. Trenirovkalar bo'lib turdi. Bizda yana bitta nima bo'ldi? Biza o'rtoqlik uchrashuvlari qila olmadik. To'g'ri, masalan, mana A1 jamoasi mana birinchi tur tugagandan keyin ham yana o'rtoqlik qilishyapti. Bizning jamoa birinchi tashkil topganda bu mini poliga moslashtirilgan, ya'ni 5 ga 5 yoki bo'lmasa o'sha katta poliga, ya'ni 11 ga 11. Hali bolalar hech qachon 7 o'ynab ko'rmagan edi. Shu ham balki qandaydir ta'sir qilgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Endi bu bir, ikkinchidan o'sha maydonda o'sha yomg'ir biroz xalaqit qildimi deb o'ylayman. U bahona emas, bu bor narsa. Uchinchidan forma masalasi birinchi taymda formalar bir xil bo'lib qoldi, o'yinchi bolalar rosa qiynaldi. To'rtinchidan bizning trener ko'p zamin qo'ydi. Ko'p zamin bo'lib ketdi. 2 minut, 3 minut, 5 minut o'sha narsani biz hozir jamoa bilan gaplashdik. Endi ikkinchi turda trenerni bo'shatib olasiz. Yo'q, trener bo'shatmaymiz. Trenerga hali imkoniyat bor hali. Hech narsa hal bo'lgani yo'q hali. Yo'qotadigan narsamiz hali nima deydi haliga? Poyezd ketib bo'ldi desa, hali samolyotda chipta bor deydi-ku, yaxta bor deydi. Hali ikkita turi bor-ku oldinda. klassik uslub, shunchaki to'p uzoqlashtirildi, lekin amalda uzatmaga ham aylanib ketyapti bu. Daler. Mana bu esa javob hujumi. Endi bu yog'iga har bitta kiritilgan gol 2 taga hisoblanadi. Yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Ketdik ataka! Pas! O'zi zarba yo'lladi. Ortga uzatma. Mana bu zarba va darvozabon ushlab olyapti. Klub prezidentlari penalti tepishadi, ya'ni A1 jamoasida klub raqam egasi, klub prezidenti hisoblanadi u va birinchi zarbani yo'llaydi. Darvozabondan save. 27-raqam egasi Efriver jamoasi asoschisi Dilshodbek Kattabekov. Demak, bu yerda penaltini amalga oshiradi. Omad. Efriver jamoasi prezidenti Dilshodbek Kattabekov. Bizlar bosim o'tkazishga harakat qilishyapti. Zarba va gol. Dilshodbek Kattabekov 0-1 seriyada hisob. Ikkinchi zarbani ham endi esa Abror Muxtor janoblari. Ikkinchi zarba va bu yerda darvozabonga imkoniyat qoldi. 1-1 seriyada. Demak, zarba va gol. Darvozabon bu safar ham yo'nalishni topa olmadi. 2-1. Bitta gol hisoblanadi. Bu seriyadagi so'nggi penalti. Zarba va gol. Darvozabon to'pga yetib bordi, lekin qaytara olmadi. To'rga borib tushyapti. 2-2 seriyada hisob tenglashdi, lekin yana Bobur Mansurov
Zarba! To'p darvoza yuqorisidan o'tib ketdi. Durang hozircha hech bir tomon ustunlikka ega bo'lmayapti. Demak, zarba va gol. Afsus, to'p qanday to'xtatilganini ko'ra olmay qoldik, lekin yakunda baribir Ahmedov to'g'rilab oldi. Zarba va noaniq. Jamoangizda sizni gapingizga quloq tutmaydigan bir qanaqadir o'yinchilar bor? Yo'q, hammasi quloq soladi, hurmat qilishadi va yashashni xursand bo'ladigan tarafi mashg'ulotlarga ham deyarli qoldirmasdan kelishyapti. Biz endi haftada eng kamida 2 marta, bo'lmasa 3 marta ham o'ynayapmiz. Hozir sal oyog'imda travma bor. Keyingi o'yingacha Sizdachi? Yo'q, hamma. Yo'q, hech bunaqa yo'q. Bobur Mansurovdan tashqari. Bitta Bobur Mansurovdan, o'sha Bobur Mansurov o'sha kuni keldi. Birinchi penaltini zo'r qilib amalga oshirib, ikkinchisini o'xshamadi endi. Nimaga tepaga tepording desam, ikkinchisi shu azartni shu burchakka 9 lar kelib mixlab qo'ymoqchi edim dedim. Aytdim, bu katta futbol emas, katta varata emas, u media futbol, varatani orientovkasini olish kerak edi desam, endi nima deysan, bu dedim, bu vayn olish narsa emas, bu blogerlik narsa emas bu dedim. Bu futbol bu dedim. Nimagadir menga ham teyapti shu gaplar. Abir jamoasi ikkinchi taym natijasini butkul o'zgartirib yuborishi mumkin. Riverning hujumi aylanib olib zarba yo'llandi. To'pchi kurash olib qo'yildi. Abir jamoasi vakillari tomonidan darvozaga zarba yo'llanyapti. Biroz kuchsiz bo'lib qoldi bu yerda. Mamatov yuqoridan bittada zarba yo'llanmadi. Keyingi urinish esa noaniq bo'lyapti. Doston yo'qotib qo'yapmiz, doston! Yaxshi o'ynayapti va hozir niyat bor edi unda. To'pni o'ziga bo'ysundirdi chiroyli tarzda. Shunchaki River jamoasi olib qo'ygan holda qarshi hujumga boryapti. To'g'rilab olindi, zarba xavfli. Bosh bilan qanday zarba va gol 2-0. Mana uzun pas foyda berdi. Yolg'iz qoldirildi Berdiyev, bu esa jazolayapti. Uzatma Toshmatovdan. Qiziq bo'lgan hodisa, masalan, taktika bilan tushasiz-ku, himoyaga kimni qo'yasiz, yarim himoya hujumda, o'yinda kim o'ynaydi, taktika. Ko'proq kvadrat o'ynash kerakmi, ko'proq koptonni o'zida ushlab turish kerakmi yoki uzoqqa berish kerakmi degan taktikalar bo'ladi o'yindan oldin. Lekin o'yinda taktika o'zgartirish kerak. Nimaga desa, stadionni hali siz yaxshi o'rganmagansiz, yomg'ir turibdi misol uchun. Biz topdik o'sha yerda. E'tibor bergan bo'lsangiz, birinchi koptogimiz o'sha taktika bilan bo'ldi. Qaysi taktika bilan bo'ldi? Topganimizni siz birinchi qani. Birinchi golimiz. Biz endi u paytda gol urgandan keyin ruhiyat boshqacha bo'lib qoldi. Kutilmagan zarba bo'ldi bizga. Qarang, stadionda koptok tushgan joyda to'p qolmayapti-yu, sakrab ketyapti. O'shanga uzoqdan bo'lsa ham varataga tepishlikni tayinladik biz. Uzoqdan bo'lsa, yomg'irda borsa, yo'nalishni o'zgartirish mumkin. Birinchi golni Suhrob urdi, bilsangiz, uzoqdan otilgan, uzoqdan tepilgan koptokni kallani tegizdi, gol kirdi. Ushlash qiyin bo'lyapti koptokni, o'sha taktika bizga qo'l keldi. Mana sizga sir berdim, keyingi o'yinda foydalanasiz. Endi xudo xohlasa yomg'ir so'raymiz endi. Ya, yettitalikka o'xshayveradi. Quyosh kerak dedik. Yo, tabriklayman, lekin yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ladi. Xolis masofalarga uloqtirgan holda. Shu yerdan zarba. Mana bo'lar ekan, mana shu nuqtadan ham tepib ko'rish kerak. Keltirayotgan Azamat Isroilov edi. Oliston bum degan zarba bo'ldi bu. Yerda yana oldinga pas. Yaxshi, markazdan pas.
Sa'diyevga nisbatan qoida buzildi va sariq kartochka ko'rsatilyapti. Aziz sherigiga qoldirdi va Abror aka, qaysi goldan keyin sizni jamoangiz yutishini oldindan ko'ra bildingiz? Endi media futbolda buni aytish qiyinroq ekan. Chunki to'satdan kutilmagan qoidalar, yashil to'pda tushgandan keyin 2 ta gol ursa 4 ta golga o'tadi. Ko'p-ko'pda. O'shaning uchun o'zi asli boshida kirishda yutuq niyati bilan va ko'zimiz yetadi yutamiz deb kirganmiz, lekin o'yin boshlaganda birdan ya'ni shok sostoяние deydi-yu, shokka tushib qoldik. Ko'pdan to'xtata olmayapmiz. O'yinchilar o'zini boshqara olmayapti. Ya'ni birga bir vaziyatda ura olmayapti. Masalan, Suhrob ya'ni futbolist o'zi birga bir vaziyatda ura olmayapti. Penaltida men birinchisini ura olmayapman. O'zi bu ya'ni o'yinni bosimi boshqa narsa ekan. Bosimga tushib qoladi. Shu oxirgi svistok chalingunga qadar aniq yutamiz degan xayol qochib ketdiki o'yin boshlaganda. yaxshi qarshi hujum bo'lishi mumkin. Abr jamoasi vakillari oldinga qarab ketishyapti. Birinchi himoyachidan aldab o'tildi. Ikkinchisidan esa o'tib ketishning imkoni bo'lmadi bu vaziyatda. Bekzod uzatma Mamatov o'zi zarba yo'lladi va gol. Endi 4-0. Endi yakun. Abr jamoasi nuqta qo'yyapti uchrashuvga. Matov jamoa sardori. Mana bu vaziyatda yuqori burchak. Qadrli do'stlar, United NFL bahslaridan reportajlarimiz hali davom etadi. Endi boshlandi turnir. Qiziqarli uchrashuvlarning yulduzlari ijrosidagi shou o'yinlarini birgalikda tomosha qilamiz. Hisob 4-0 do'stlar. Ko'k to'p bilan yana 2 ta gol hisobiga yozilib, Abr jamoasi g'alaba qozondi. Xo'p, endi ikkita jamoa, ya'ni Abr jamoasi va Efriver jamoasi revansh qiladigan bo'lsanglar, qanaqa kayfiyatda va qanaqa bosimda bo'lib o'tadi deb o'ylaysiz? Taklif qilaman o'rtoqlar uchrashuviga. Mayli desanglar biz tashkillashtiramiz, mehmon ham qilamiz. Yutsanglar bo'ldi. O'zi o'tgan safar biroz mubolag'a qilay dedim-u, o'rtamizda hurmat qolsin deb indamadim. Biz futbol komanda, yuqorida aytdingiz-ku, komandangizda professionallar bor ekan deb. Chunki professional jamoa tuzatdi o'zi. Endi men tegdi menga negadir. Yo. Chunki menga tegmay o'rtasida o'tiribsiz. Nima bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Keyingi o'yin solamiz. Tushunmadik biz, to'g'risi bor-ku. Bugun mana birinchi o'yinimizni boshlab oldik. Nasib qilmagan ekan, mag'lubiyatga uchradik. Abr jamoasiga ham katta rahmat, juda kuchli jamoa ekan. Keyingi o'yinlariga ham omad. Hozir 3 taliklarimizni bilib olishimiz kerak. Biz kungacha o'ynamadik tavasi. Juda shijoatli bo'ldi. Biz jamoani ustunda bila olmadik, lekin teng raqobatli o'yin bo'ldi. Media deb qo'yganing uchun ham endi biz asosan professionallikka yondashmadik. Biz o'sha yoshlarga, havaskor yoshlarga imkoniyat berdik. Media degani endi haqiqiy litsosi taniqli bo'lgan odamlarga media deb nom berilgan. Men o'yladim, siz maydonga tushasiz deb o'yladim. Sizni kutdim navbat o'ynashingizni. Men endi o'ynamayman, lekin bizda Bobur Mansur kutdim-da, siz tushsangiz tushmoqchi edim. Yo'q, Bobur Mansur bizda Bobur Mansurov tushish kerak edi, u nimadir bo'lib kech qoldi, iftorlikdan kelib kech qoldi. Keyin uni o'sha penaltiga saqlab qo'ydi. O'zingiz ham kech qoldingiz. Endi menga nisbatan tanish bilishimiz, yaqin atrof, biz domla deb o'ylaydi. Endi haqiqatda shu bilan ko'ziga tanilganmiz. Asli kasbimiz domlalik emas o'zi. Ehtiyoj, zarurat bo'lib qolgan uchun maydonda shunaqa bo'lgan. Ba'zi futbol komandalari bundan oldinroq media aytdingiz yoshligimizda qilgan. Futbol o'ynab yurishganda men aytdim, men komandam bor, olib kelaymi desam kulishganda mendan. Domla sizni olib kelaman komanda. Sizlarga 3 ta ko'p to'p beraman. 3-0 dan boshlaymiz. Necha qilsangiz yutgan bo'lasizlar. Desam kulishgan edi. Keyin olib kelganman komandamni. 3-u 3 ga yutganmiz. 3 dan bitta ham urish olmagan. 3 ta berganlar. Kecha siz bilan gaplashganda aytmoqchi edim. Sizga 3-0 beramiz. Necha qilsangiz yutgan bo'lasizlar. Desam bo'lar ekan, 4-0 yutdik. 4-3 ga yutqizardik. Mayli, tabriklaymiz. Endi o'yin qiziq bo'lsin deb aytyapman. Albatta. Endi mana hozir o'yin o'tib bo'ldi. Bir-biringizni bir qanaqadir
Gapinglar bo'ladigan bo'lsa gapiraveringlar. Yo'q, men ustozga hech qanaqa gapim, e'tirozim ham yo'q. U futbol o'z yo'liga. Unda kuchlilar yutadi, omadi kulgan yutadi, chunki bu media soha. O'yin juda ham bir ajoyib o'tdi. Haqiqiy bir sog'lom raqobat bo'ldi. Hali oldin ikkita o'yin bor. Xudo xolisa, mana shu mag'lubiyat keyingi o'yinlarga bizga ruhlantirib, keyingi o'yinlarda biz albatta g'alaba qozonamiz. Mana shu odam penalti shabar qildi. Necha bo'ldi? O'yin zo'r bo'ldi. Men unchalik tushunmadim bu o'yinni. Endi ko'rmagan ekanman. Boshqacha o'yin ekan, penaltilar tepish. Men o'ynaymanmi deb o'ylab kelgandim. Lekin men faqat penalti tepaman. Xudo xolasa keyingi o'yinlarda agar o'yinga bersa, o'zim gol urib beraman. O'ynamadim-da, o'ynasam yutardik. Bunchalik O'zbekistonda media futbol ligasi rivojiga qaysi ma'noda oz bo'lsa biz o'zimizni hissamizga qo'shyapmiz. Bizga shunchalik taklif bildirdinglar, biz shu turnirda qatnashyapmiz. Futbol muxlislarini qaysi ma'noda yana ham shu media futbol ligasiga bo'lgan qiziqishini oshirishda biz ko'makchi bo'lyapmiz, yordam beryapmiz. Biz bundan xursandmiz. Yutqizamizmi, yutamizmi? Buyog'i Xudoda. Maroqli suhbat uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Do'stlar, Abror akaga kattakon rahmat, Dilshod akaga kattakon rahmat. Bundan keyingi bo'ladigan o'yinlarda albatta barcha jamoalarga omad tilab qolamiz. Aytib o'tganimizdek, sog'lom, raqobatli, madaniyatli o'yin bo'lishini tarafdorimiz. United NFL sizlar bilan ko'rishganda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Assalomu alaykum.